Xotini yo'q akamiz xotinini vas uyini sotmoqchi. Xullas xotini yo'q aka, uyga xotinni bartir qilmoqchi. Kim tushundi? Xullas o'ngga vas, chapga vas, uyni oldi musur, uyni ichi ham musur. Akani hayoti ham xuddi shunaqa barday bo'lib ketgan. Akamizni uy qamag'iga tiqib qo'yishgan. Endi buni hech kim bilmasin bo'ldi, o'shuning uchun aytib qo'yapman. Hech kim bilmasin, iloji boricha o'shanaqalarga jo'natmanglar. Hozir katta bolalar ham gapirishni o'rganmoqda, o'shuning uchun kamroq gapiramiz, ko'proq ko'ramiz videoda. Hozir uyni ichi haqiqatan realniy rasvo bo'layotibdi. Olgan kuningizdan afsuslanasiz. Sababi eskina bekor olibman, nimaga oldim, qayerda adashdim, nimaga xato qildim deyish sababi yer uy olsam ham bo'lardi-ku bu narxga deyish. 25.900 dollarga 2 xonali kvartira. Hozir haqiqatan ham ichkarini kirib ko'rsataman. Haqiqatda to'g'ri aytgan ekansiz. O'zingiz ketasiz, ishonavering. Past raqamlar egalari telefonni olmaydi. Chunki uy qamag'ida qo'rqadi. Hammasi telefonni olmayaptilar. Iloji bo'lsa, uylarning lokatsiyasini tashlab bersalar, borib gaplashganingiz yaxshi. Pastdagi raqamlar xuddi shepti nomeri, bemalol telefon qilib, qatiqda suti narxini bilishingiz mumkin, lekin uyni narxini aytiblar 25.900 ligini. Hozir kirib ko'ramiz, uyni haqiqatan to'g'riligini bilasizlar. Ustalarimiz aytganimizdek 6 usta 2 remont qilgan, eshaminda o'ynashgan battar, chaqchaqa, xullas posma-pos o'ynab, umrlarini o'tkazgan, qorin to'g'lab ketgan ekan ustalar. Haqiqatan realniy pulni qoqib olgan uyda egasidan. Aytganimizdek uyda egasi bo'ydoq odam, haqiqatan chiroyli bitta ayol bo'lsa bartir qilib yuboraman deyaptilar. Sut bersa bo'ldi deyaptilar. Chunki sigir bilan keladi bitta ayol kishi, o'shuning uchun. Xo'p, ko'rib turibsizlar, aytganimizdek batspalni ko'rpa to'shaklari tayyor ekan. Pastdagi raqamlar barakaga sizlarga 25.900 ga kirgili ishtirokkadan Navastroga 2-etajdan xato qilaman deydigan do'stingiz bo'lsa jo'natib berasizlar. Boshxomiy Baraka Villas Group islomiy moliya asosi ustiga qurilgan.